Yana qaytib bir marta aytsang, og'zingga bo'q jalab desang nima qilaman bilasan-a? O'p oyog'imni tezda. Unisini ham. Bo'ldi. Beka, kim maymun? Ayam. Kim to'ng'iz? Ayam. Kim jinni? Ayam. Ha, shunaqa bo'lsin. O uyingga borib ol, telefondan aqsang, seni bilasanmi nima qilaman? Mo chashlaringni bittalab yulib qo'yaman, bo'ptimi? Ketdik, yur suv olamiz. Boshida ma'lum edi o'zi. To'ydan keyin qachon qizlar telefon qilishni boshlagan. Hali unisi chiqdi, hali bunisi chiqdi. Shunchalik ham latta bo'ladimi eriga? Shunchalik ham so'ligini iplolmaydigan bo'ladimi erkak kishi? Ha? Mana ovozi mana. Bunisi chiqdi, unisi chiqdi. Mana xotin bo'lib ma'lum bering, o'sha qachonli nima ber karomat ko'rsatdi. Nima karomat ko'rsatdi? Qayerda ko'rding? Qayerda ko'rding? Ha? Qayerda ko'rding? Nimaga sen telefonini? Qayerda ko'rding? Men she'rdan, men she'rgacha olingan. Men she'rdan kelgan. Boshda o'ng tarafim suyagini polnay yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynamozda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyi sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'lim. Voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshida mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz. Ha, mana shu yerdan beraman. Suvni ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana shu yerga mana oshqozon. Bu ham mana bunaqa bu qonli ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz balam. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'lidan kiyinmasin balam. Balam uchun to'xtovsiz kurashyapman, to'xtovsiz. Ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashlaysiz. Dalolat qilasiz. Sana ehson qil, ey inson. Agar sen shu holatda bo'lganingda keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyi sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'lim. Voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshida mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz. Ha, mana shu yerdan beraman. Suvni ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana shu yerga mana oshqozon. Bu ham mana bunaqa bu qonli ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz balam. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'lidan kiyinmasin balam. Balam uchun to'xtovsiz kurashyapman.